Assalomu alaykum hammaga. Mana avaramni mana aeroportda tomosha qildirgani samolyotlarga olib borgan edim. 787 samolyotini shunaqa ham o'xshatib chizibdiki, xuddi o'zi. Undan keyin silkaviyalarni qo'rib uchganini ko'ruvdim, mana qarang. Hatto dumidiga atlaslarigacha o'xshatib qo'yibdi. Silkaviyani qaranglar. Mana o'xshatgan. Buni dvigatelini qarang, mana dvigatellarini reaktivni qilib chizgan. Bunikini esa ventilyatorli qilib chizgan, silkaviyalarniki. Xo'sh, kimda kim Toshkentda shunaqa krujoklarni borligini bilsa, adresga yoki telefon telegramga yozib yuboringlar. Namaramni beraman. Juda ham intiladi. Har bir samolyotga uchgan qo'nganini tomosha qiladi. Xo'sh, telefonda qiziqib ko'rsam, Namanganda 6-sinfdan akademiya ochilgan ekan, 6-sinfdan olar ekan o'tgan. Endi Namangan sal uzoqroqlik qiladi bizga, Toshkentga. Shuning uchun Toshkentda yana bir krujokmi, o'qishmi bo'lsa, bilganlar bo'lsa e'tiborsa, xudo xolisa kelajak lotchilari bo'ladi. Aka-uka ikkalovi juda ham qiziqadi. Juda ham mana videolarda ham, oldingi videolarda ham tashlagan edim. Samolyotlarni yasaganini, boshqasini chiroyli qilib o'xshatgan. Mana 787 Dreamlinerni juda ham o'xshatgan. Dreamliner. Orzular kemasi deydi. Xullas, kimda kim bilsa, krujoklar mana shunaqa qatnashadigan joylar bo'lsa, yetsanglar, xudo xolisa namolarni berardi. Oldindan rahmat hammalarga ma'lumot uchun.